Yana bir sotuv sizga daromadlar olib keladigan mini pirojnilar retsepti bilan bo'lishaman. Bismillah deb boshlaymiz. Tuxumga shakar solib mikser qilamiz. Ustidan yog' va razrixlitel solib aylantiramiz. Oppoq pishni massa bo'lgach, un solib lopatada aralashtiramiz. Listga solib 180 gradusda pishirib olamiz. Qora biskvitni ham xuddi shu usulda pishirib olamiz. Morojniy krem uchun Pure Milky'ni haqiqiy pazandalar tanlovi bo'lgan 45% qaymoqdan foydalanamiz. Tayyor biskvitlarni stakanda dumaloq qilib kesib olamiz. Videoda ko'rib turgan ketma-ketligingizda pirojniyni yig'ib olamiz. Propitka qilingan biskvit, krem, varionli moloko, qovurilgan yeryong'oq. Ustidan yana propitka qilingan biskvit va cho'qi kremdan tayyorlangan ganash qo'yib tekislab olamiz va keyingi pirojniyni yig'ib olamiz. Qaymoqli kremimizga glubika pyuresidan solib aralashtiramiz va biskvit, krem, ko'pgina malina, yana propitka qilingan biskvit va ko'pgina krem solib tekislaymiz. Ustini glubika bilan bezatib, snickersli pirojniyni ustini malina bilan bezatib 2 soatga morozilkaga qo'yib muzdekligida dasturxonga tortib. Sizga qay biri ko'proq yoqdi? Kommentariyada yozib qo'ying. Va like